6-darsimiz ijodkorlikni uyg'otish. Oldingi darslarda o'rgangan bo'lsak, cloudni ijodkorligi yo'q. Ya'ni agar unga aniq ramka bersak, u o'zidan to'qib chiqara olmaydi yoki o'zi taxmin qila olmaydi deganmiz. Ammo lekin ba'zi savollari borki, ba'zi joylarda biz o'zimiz qanaqadir savol yoki so'rovlar berib turib, uni ijodkorligini uyg'otishimiz mumkin. Kelinlarni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bizda agar savollari. Ba'zi paytda g'ayrioddiy vaziyatlarni tasavvur qilish uchun, masalan, ularni tashqarida qanaqa ko'rish mumkin, hayotda qanaqa bo'lishi mumkin, shu narsalarni ko'rish uchun biz agar savollardan ishlasak bo'ladi. Masalan, agar bunaqa bo'lganda, bunaqa nima bo'lardi desak, u bizga o'zini ijodkorligini ko'rsatadi. Masalan, agar butun sanoatimiz bir oy davomida internetsiz ishlashga majbur bo'lsa, nima bo'lardi? Biznes modelimiz qanday o'zgarardi? Keyin bularni bitta sinab ko'ramiz. Mana cloud tezlik bilan aynan internet yo'q bo'lganda 1 oylik offline rejim qanaqa bo'lishini u tasavvur qilib, o'zi ijodkorligini uyg'otib bizga javob beradi. Bunaqa g'ayrioddiy gaplar, masalan, agar bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'larmidi, bunaqa bo'lsa nima bo'lardi degan gaplarimiz o'sha cloudni chuqurroq fikrlashga va boshqacha fikrlashga majbur qilib qo'yadi va u ijodkor va kreativность gaplar beradi bizga. Barcha narsasini ko'rib chiqib xo'sh, mana endi keyingisi esa bog'liq bo'lmagan narsalarni birlashtirish. Turli sohadagi qanaqadir g'oyalarni yoki qanaqadir narsalarni bir-biriga aralashtirib yoki qanaqadir birga gapmi bu narsa qiladigan bo'lsak, masalan, qanaqadir noyob yechimlar yoki noyob fikrlarga duch kelishimiz mumkin. Masalan, tasavvur qilaylik, restoran oshxonasi tamoyillarini dasturiy ta'minot ishlab chiqarish jarayonimizga qanday qo'llash mumkin? Ikkita xil, ya'ni dasturiy ta'minot va restoran oshxonasi turli xil ikkita sohalarni bir-biriga aralashtirish orqali biz boshqa narsalarni ham ko'rishimiz mumkin. Aynan bu rollar, vaqt, sifat nazorati va mijoz fikri haqida o'ylang degan savollar bilan birga bo'ladi. Masalan, buni ham tashab ko'ramiz. Bu safar qisqa javob. O'zimiz xohlaganimizdek unga aytsak bo'ladi, u bizlarni barcha gaplarimizga, ya'ni savollarimizga, javoblarimizga, takliflarimizga qarab turib, tayyor narsalarni chiqarib beradi. Aynan restoran oshxonasi dasturiy ta'minot bo'lganda qanaqa bo'lgan bo'lardi? Endi keyingisi taxminlarni teskari o'girish. Masalan, aynan an'anaviy fikrlashdan o'shani teskarisini qilish. Masalan, bizning taxminimiz mijozlar tezroq yetkazib berishni xohlaydi. Masalan, qaysidir mahsulotimizni mijozlarimiz tezroq yetkazib berishni xohlaydi. Agar buni teskarisi bo'lsa nima bo'ladi? Biz ya'ni bor, aniq, an'anaviy bo'lgan narsani teskarisini o'girish orqali qanaqa imkoniyatlar yoki qanaqa narsalar bo'lishini bilib olsak bo'ladi. Ham tashab ko'ramiz. Mana sekin yetkazib berish biznes modeli. Xo'sh, mana bizga tayyor narsa chiqarib berdi. Biz bu ma'lumotlarni xohlaganimizcha kengaytirsak yoki qisqartirsak yoki aynan biror narsaga urg'u berishimizni bemalol so'rasak bo'ladi. Bu orqali biz ijodkorlikni uyg'ota oldik. Ya'ni har doimgi bo'ladigan narsa aslida unaqa bo'lmasa nima bo'ladi degan savollarga javob oldik. Endi keyingisi bizda metaforik fikrlash. Ya'ni birorta g'oyani yoki biror narsani boshqa narsaga o'xshatish yoki shunga mos qilish. Masalan, mijozlarni qabul qilish jarayonimizni bitta uchrashuvga o'xshating. Aynan bir narsani, bitta eventni deymizmi, bitta uchrashuvga o'xshating deb aytamiz. Masalan, yaxshi taassurot nima qoldiradi, nima noqulay bo'ladi, ularning ikkinchi uchrashuvga nima undaydi, barchasini bilib olsak bo'ladi.
Ya'ni biz bir narsani yoki bir fikrni boshqa fikrga o'xshatish orqali yangi g'oyalar olishimiz mumkin. Mana yaxshi taassurot qoldiruvchilar. Noqulay momentlar. Mana bizga javob berdi. Biz bularni o'qish orqali boshqa, ya'ni rostdan ham mijozlarni qabul qilishi uchrashuvga o'xshasangiz nima bo'lgan bo'lardi? Shuni bilib oldik. Yana keyingisi sun'iy cheklovlar qo'yish. Ya'ni resurslarni, vaqtni yoki biror narsani cheklash oddiy yechimlardan ko'ra boshqacharoq bo'ladi va uni ko'proq o'ylashga, ya'ni boshqacha fikrlashga majbur qiladi. Masalan, nol budjet bilan mijozlar sodiqlik dasturini loyihalang. Masalan, rostdan ham mijozlarni bizga bo'lgan dasturini, ya'ni sodiqligini loyihalash uchun bizga albatta pul kerak, lekin biz berayotgan resursimizni chekladik, ya'ni nol budjet. Faqat mavjud resurslar deyotganimiz faqat bor narsalar, bizda xodimlarning vaqti va ijodkorlikdan foydalanish mumkin. Bizda faqatgina shu narsa bor, hech qanaqa budjet, boshqa narsa yo'q. Endi u bizga boshqacha fikrlarni yaratib bera olishi mumkin. Masalan, nima yaratgan bo'lardingiz deb so'rasak, qurish mumkin bo'lgan tizim. U bizga aynan nima qilishimiz mumkin barchasini ko'rsatib beradi. Xo'sh, mana bu cloudni yana boshqacha fikrlashga, g'ayrioddiy javoblarni berishga undadi. Keyingisi bizda ko'p nuqtai nazar, turli odamlarni ko'zi bilan qarash. Masalan, bitta fikrga bir odamning fikri boshqacha bo'lishi mumkin, yangi qarashi yoki boshqa insonlarning ham qarashi boshqacha bo'lishi mumkin. Shu orqali biz yana ijodkorlikni uyg'otishimiz mumkin. Masalan, ofis makonimiz qayta loyihalayapmiz. Quyidagi nuqtai nazardan fikr bering. Masalan, introvert bo'lganingizda, ekstravert bo'lganingizda yoki harakatlanish qiyinchiligi bor odam, kichik bolali ota-ona va chuqur konsentratsiya talab qiladigan ish qiluvchi. Buni hozir berib ko'ramiz va bizga turli xil qarashlardan g'ayrioddiy javoblar yoki fikr berishi mumkin. Mana biz yana o'zimizga kerakli bo'lgan boshqacha fikrni oldik. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.